Mustaqillik bo'lmasa, erkinliging bekkiyin, erkinliging bo'lmasa, huquqlaring bir tiyin. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylariga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan aziz Uyg'ur millatim, yaxshimisizlar? Men vatandoshlar Ablajon Leylnaman, Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2024-yil 12 ayning 23-kuni shanba. Aziz vatandoshlarım, bugün biz bu qitimqi leksiyamizni boshlashdan burun mushu bir hafta jarayonida bizga tushgan intayin muhim deb qaralgan savollarga javob berib o'tamiz. Uning birinchisi, bu markaziy hukumatni qurishdan iborat bu ulug'vor g'oyaning amalga oshadigan, oshmaydiganligi. Ya'ni buni amalga oshirish uchun qanday jarayonlarni va qanday tayyorliklarni ilib berishimizning zarurligi va kerakligi haqida bizga ko'plagan taklif, fikir, talab ve savollar qo'yildi. Shunga oldi bilan biz bu savollarga javob berib o'tamiz. Bizning bu markaziy hukumat qurishdan iborat bu ulug'vor g'oyani ko'tarib chiqishimizga sababchi bo'lgan bir qancha muhim omillar bor. U bo'lsa biz davomli deb kelayotgan bu shu bir davlatning bir qancha hukumati bo'lib qilish. Biz ilgarimi bek ta'kidladik. Bizga o'xshash tarixda davlat, xaqonlik ve xonliklarni qurgan intayin aqlliq, zerek bir Uyg'ur millatining bugungi kunlikda, ya'ni mushu 21 asrda bir davlatning 5-6 hukumatini barpo qilib qo'yib qarab o'tirish bu millatimizning xalqaro sahnalardagi sha'niga, nomusiga, sharafiga ig'ir darajada daxl tarz etkazadigan, millatimizni ve millatimizning nomusini yerga urdigan intayin cho'ng bir siyosiy xatolik. Bizning demoqchi bo'lganimiz, bu bir qancha bo'linib ketgan hukumatlar ve buningda vazifa ilib ishlayotgan qarindoshlarimizning hammasini biz millatning dushmani yoki ularni xoin, satqin demoqchi emasmiz. Ularmi ko'p qismlari vatanparvar millatchilar. Shunga ilgari biz ta'kidlagan xoinlar ko'p vaqtlarda vatanparvarlar ichidan chiqadi degan bu xalqarodagi bir siyosiy hukmni jiq anglatdim ben. Nimish qondaq deysa degan jiqanlarda mana mushundaq dushman nihoyatda hiylagarlik, intayin ustulik ve suiqasd bilan vatanparvar qarindoshlarimizning ve ularning yaqinlari, oilalaridan foydalanib ve ular bilan bevosita ko'rishib intayin ustulik bilan bularning vatanparvarligini suiiste'mol qilib, ularni mana mushundaq o'zlarining qalbidagi kuchli vatanparvarligidan foydalanib turib, mana mushundaq shaklda ko'plagan hukumatlarni qurishdan iborat bundaq bir xato, intayin chechilang'u, kechirgisiz bir siyosiy xatolikqa yutlab ekirdi ve ekirdi. Neticede hazır Uyg'urlarning tashqi dunyoda Uyg'ur xalqi ve onun zimin haqtilab mustaqillik davosiga vakillik qiladigan Sharqiy Turkiston surgundi hukumati deydigan hukumatdan 6 donini paydo qilib qo'yib, 6 prezident, 6 prime ministerni yoritib, bizning mana tashqi dunyodagi da'vo inqilob kurashlarimizni bu şekilde vayron qildi ve vayron qilib kelyapti. Onun için Uyg'urlarning tashqi dunyoda cho'qqin bir markaziy hukumat, ya'ni demokratik saylam orqali. Demokratik saylam degan chig'imizda hozirgi mavjud hukumatlarmi bizmi demokratik saylam qildik. Dunyoning har qaysi joylaridagi xalq vakillarini yig'ib biz saylam etmadik deb 15-20 dan bir yerga yig'ilib, bular o'z oldiga saylam elib berib, umumiy xalqimizdan ayrilgan holda bugünkidek mana bu çoğun siyasi xatolikni keltirib chiqadi. Biz bununla qarshi turmoqchi ve bunu tuzmoqchimiz. Bu deganlik, biz bu markaziy hukumatga o'zini reis qilib ko'rsatgan nomzodlarni biz xalqimiz ichidan xalqimiz tanlasin ve şu nomzodlar o'zining nomzodligini xalqimizga ko'rsatsin deb biz bu to'g'ri bir yo'lni tanlab xalqimizning oldiga qo'ydik. Undaq bo'lsa bu saylam qanday elib beriladi? Bunu elib berish mumkinmi? Albatta.
Tashqi dunyoda yashayotgan barliq Uyg'urlar, ya'ni Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarga, mayli ular dunyoning qaysi qismlaridagi davlatlarda yashayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, biz ular turayotgan rayonlarga birdan sanduq o'rgatamiz. Ve o sandıklarning ustiga bayroqlarning, davlatimizning bayroqlari tushirilgan, o'ttirib teshilgan, xalqimiz biletlarini shu yerga tashlaydigan bir xil sanduqni yasab, her bir Uyg'urlar to'plashib o'tiraqlashgan rayonlarga mayli az olsun, ko'p bo'lsin, biz ularga shunday bir şekilde, demokratik şekilde biz saylam ovoz to'plash sanduqlarini o'rgatamiz. Bunday sanduq her qanday bir oiladan chiqadi. Bir qog'oz eshik her qanday bir oiladan tepiladi. Her qanday bir rayondagi 5-6 Uyg'ur birleşip bir qog'oz eshikni tepib, bir sanduq yasab chiqa oladi. Uning uchun iqtisod mı ketmaydi. Shunday qilganchigimizda biz barliq dunyodagi hozirgi intayin ilg'or texnikadan foydalanib, shu yerdagi mas'ul har bir rayondagi shu biletlarni sanash ve uning natijasini e'lon qilishga bir 2 kishini mahsul qilib, biz hozirgi qo'limizdagi ilg'or texnikadan foydalanib, naq maydonni biz videoluk arkalık şu yerdeki xalqimizning bilet tashlayotgan, bilet tashlab bo'lgandagi uni bir qancha kishinin grup bulup onu to'g'ri shaklda sanayotgan bu holatlarni dunyoning har qaysi joylaridan ko'z tutib biz bu biletni sanab, andin xalqimizning oldiga o'zining nomzodligini qo'ygan bir reisni saylab chiqamiz. Ve şu reis arkalık biz bu merkezi hükümetni kurup xalqaraga e'lon qilamiz. Shunday qilganchigimizda biz tashqi dunyoda Uyg'urlarga haqiqiy ma'nodan vakillik qiladigan qonunliq bir merkezi hükümetni qurup chiqqan bo'lamiz ve Amerika başlıq Avrupa demokratik devletleri bizni ko'zatayotgan, Uyg'urlarning tashqi dunyoda elib berayotgan faoliyatlarga qiziqayotgan ve onunla yaqindan hamkorlashayotgan bu devletler bizning bu umumiy yuzlik xalqimizni safarbar qilib elib borgan bu demokratik shakldagi saylimizdan ve onun neticesinden paydalanıp bizning bu merkezi hükümetimizni resmi şekilde Uyg'urlarga vakaleten kanunluk tashqi dunyoda demokratik yani şekilde hareket ilip berişi ve diplomatik münasebetlerge kirişi, yani başka devletlerinin resmi Uyg'urlarning zimin ihtilaf mustaqillik davası üstündeki her qanday bir diplomatik münasebetlerini bu hükümet bilen o'rnatishdan ibaret bunday bir evzel şaraitni qo'lga keltireleymiz. Onun için biz bu yaqinda qurilmoqchi bo'lgan merkezi hükümetning asosiy qonunlarini tuzib, uni xalqimizga og'iltib kelyapmiz. Masalan, devletimizning tili, yani devletimizning tili Uyg'ur tili. Devletimizning poytaxti Ürümçi, devletimizdeki bayrağı kök ay yıldızlık kök bayrak. Devletimizin girbi biz ilgili düşündüğündek en aşında 18 tane noktadan terkip tapkan, otturaga Bismillahirrahmanirrahim degan ayet düşürülgen, aşı 18 çekitinin ayağı gelip astıda bağlangan, hilal ayının etrafındaki en astıga 3 tane nokta koyulgan. Yani bula aynı vakitte memleketimiz topraklarında yaşayan 18 Türk kabilesinin birliğini ve Karhanla Uygur devleti Katarlık bu 3 çoğun tarihteki, yakın tarihteki Uygurlarının kurgan bu devletlerine simbolluk kıldıgan devlet girbini düşendirip öttük. Demek bizninki bu asasi kanundaki bu mukaddes maddelerimizni halkımızı tanıştırdık. Yani devletimizden tili Uygur tili degen çağımızda biz başka milletlerine yani Xitay olmagan. Biz ilgili dedik. Bizning bu asas kanunumuzga resmi bir kanun süptide kirgizdik. Xitayga hech qachon devletimizning fuqaroligi mengü berilmeydi. Onun için Xitay bo'lmagan başka barliq memleketimiz tuprog'ida yaşaydigan milletler özlerininki til yeziklerini işletish, paydalanish huquqi yoki ishlatmaslik huquqi var. Devletimizning dini, yani devletimizning umumiy Uyg'ur xalqining 99,99% 100% degidek İslam diniga e'tiqod qiladigan bir millatning devleti bo'lganligi uchun bizning devletimizning dini İslam dini. U deganlik İslam diniga ishonmagan boshqa dindikilarni chetga qish yoki ularni xo'rlash deganlik emas. Ularningmi o'zlari yashayotgan rayonlarda o'zlarining dinlarini praktik qilish, ya'ni o'z diniga ishonish, ishonmaslik
öz dinini praktis qilish, qilmaslik. Bu huquqimi asosiy qonun tarafidan qo'g'diladi. Xuddi hozirgi bizning Uyg'urlar, qarindosh millatlarimiz tarafidan qurilgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonga o'xshash davlatlarda qanday yashayotgan bo'lsa, bizning davlatimiz yashayotgan bu Turkiya qarindoshlarimizni bizning u yerda yashayotgan Uyg'urlarimizdanmi intayin kuchlik, intayin erkin bir xil shaklda yashaydi va uningga bizning asosiy qonunimiz kapolatlik qiladi. Demak, biz shu oldingi leksiyalarimizda yuqorida biz degandek davlatimizning tili, dini, davlat fuqarolari va ularning huquqlari, davlatimizning poytaxti, ya'ni davlatimizning poytaxtini Urumchi deb oldik. Davlatimizning davlat bayrog'i, davlat girbi deganga o'xshash mana shunday bir yurish muqaddas moddalarini tushuntirib o'tdik. Endi bugungi bizning bu savolga bergan javobimiz bilan shuni aniq o'tirib qo'ymizki, biz bu markaziy hukumatni cho'qim yaqinda qurib chiqamiz. Qurib chiqamiz deganda qandaqdir ma'lum bir yerga borganda hozirmi 2 yildan oshdi. 3-4 yil bo'lib ketib qolsa, bek uzrab ketdi deb bizmi 500-400 biror odamni yig'iblam yana bir hukumat qurmaymiz. Taki xalqimiz o'zining saylash va saylanishdan iborat bu muqaddas huquqini rasmiy tunib ve onu resmi işletişine karar kılgan kuni biz bunu bekitimiz. Anlıcı bo'lgan anlıkta biz yukarıdaki bana şu merkezi hükümetin asası kanunlarını tüzüş, onundaki saylanguçlarga namzatlığa koyulduğun şart ve tüzümlerini ilan kılış, saylam elip beriş tayarlı hizmetlerini işleşke okşaş bir yürüyüş vazifelerini orunlatmamız. Aziz vatandaşlarım, düşman bizni bir millet süpütüde yok tutuş için bütün vücuduyla tırışıvatıdı. Ama biz bir millet süpütüde kırılıvatkan turuqluq, bir millet süpütüde birleştiğin ibaret bundak çakırıqqa ken külemlik avazı koşanmavatımız. Köptügen kardeşlerimiz soraydı, netçi 100 teşkilat varken Uygurlarda, 200-300 teşkilat okutuptu. Bu kandak gap. Bu doğru emas degichilar be. Yo'q, bu to'g'ri. Teşkilatlarning qancha ko'p bo'lishi bu xato emas. Chunki Uyg'urlarning kimligini xalqaro tonishtirish, Uyg'urlarning kimligi, madaniyati, urf-odati va hozirgi navbatdagi siyosiy ahvollarini davomli xalqaro anglitib turish uchun turli shakldagi tashkilotlarning vujudga kelib maydonga chiqib xizmat etib berishi to'g'ri. Bu chechilib ketganlik emas. Bizning da'vat qilimiz xuddi bu 5 barmoqimizga o'xshash biz har xil shaklda harakat ilib boraylik da vaqti kelganda yig'ilib bir mushqa aylanaylik. Shunda qilganchigimizda biz intayin to'g'ri da'vo inqilob kurash ilib borgan bo'lamiz. Uning uchun tashkilotlarimiz o'zining nizomnomasi, prinsiplari va qoidalari bo'yicha harakat faoliyatini ilib beraversin. Ammo bu tashqi dunyoning, ya'ni xalqarodagi davlatlarning kishilik huquq, inson haqlari uchun ish berayotgan ishlari ve yol koyuvatkan bir kısım prensipleri ve ularga içip bergen sahneleri ve ularning elip berayotgan kundelik faaliyetlerining köptükiga qarab biz Uyghur davasının hemisi şu deb bununla aldınıp biz tashqi dünyadaki bu kişilik hukuk insan hakları davasının intayin kuchlik şekilde elip berayotganligiga qarab biz bunundan hayacanlanıp ve bunundan hoş bulup biz bununla olan Uygur'un davası ketip bardı, bizim davarımızdan hemmisi şu dep aldınıp kalmasımız gerek. Şukurda biz degandek kişilik hukuk, insan hakları davaları, milletimizden türlük medeniyetlerini, örf adetlerini tanıştırdıgan barlık teşkilatlar özlerinin faaliyetlerini elip beriversin. Ama o bizden Uygur halkının hemmisine vekillik kıldığan dava emas. Bizden halkımızdan esli birden bir davası, birden bir gayesi aşı özlerine mensup olan onun vatini ve onun müstakilligini eslik keltiriş. Yani kolumuzdan çıkarıp koygan, düşman intayin hiligarlik bilen bizden tatip algan aşı devletimizin müstakilligini qayta eslik keltiriş için kurash qilmamiz. Bu bizden umumi milletimizden gayesi. Düşman onun için bizni qırıptı. Uygurlar bu zeminning haqiqiy xo'jayini bo'lganligi uchunlar bu milletni resmi bir millet sifatida jinoyatchi prinsipi ko'tarib hammasini qarqo'ya qirib Bunun tüp manbasi bu zeminning Uygurlarga mansub bo'lganligidir. Bunutmu bir milletni yo'qotish uchun uning
g'ururunu yo'qotish intayin muhim. G'ururidan ayrilgan bir millet, o resmi bir millet sifatida tugab ketadi. Onun için düşman bütün kuchi bilan Uyg'urlarning g'ururi bilan etishyotidi. Ularning erkeklerini solab, ailelerimizga Xitoy erkeklerini yerleştiriyotidi. Milletimizni depsende qilib, bolalarimizni ata-onalardan ayirib ishkilarga yo'tkab, ularning tilini, ularning madaniyatini, ularning dinini, ularning mingisini juyuyotidi. Bu bir irqiy qirg'inchilikning bir omillari. Resmi bir millet sifatida xalqimiz qarta irqiy qirg'inchilik elib beryapti. Onun için biz Uyg'urlar bir millet sifatida g'ururimizni, ya'ni milliy g'ururimiz ve milletçiligimizni asliga keltirishimiz kerak. Biz resmi bir millet sifatidagi g'ururimizni asliga keltirmay turib, biz bu mustaqilligimizni qo'lga keltirolmaymiz. Onun için düşman to'xtamasdan bizning g'ururimiz bilan etishyotdi. Biz o'zimizning kuchlik bo'lgan mushu tajovuzchi hukmron sinfni qo'g'lab chiqarish uchun biz o'zimizning cho'qim bir millat sifatida mustaqil bo'lganligiga ishonmagimiz lozim. Hem ishonishimiz shart. Chunki tarixda hammamiz bilamiz, kuchliklar ojizlarni besib olgan bo'ladi. Ojizlar ana shu o'zining milliy g'ururi, vatanparvarligi, millatchiligiga tayinib kurash inqilob qilish orqali o'zining haq-huquqlari va mustaqilligini qo'llariga olib bugungi kunda erkin yashayotgan ko'plagan davlatlar var. Mustaqilligini qo'lga olgan. Ularni men sanab o'tamisanmi, hammanglar bilasizlar. Demak, bir millat g'ururi bilan lam, ya'ni milliy g'ururi, millatchiligi va kuchlik vatanparvarligi bilan lam azod va mustaqil yashay oladi. Uning uchun Uyg'urlar chuqur bu vatan mening vatanim. Menimdan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q deydigan bir kuchlik ideologiyaga ve xalqaro ko'rib qoyil bo'lg'idek ve Uyg'urlar ve ularning mustaqillik uchun yordam berishni xohlaydigan ve yordam berayotgan Amerika boshliq Yevropa davlatlari ve dunyodagi barliq dunyo ellarining o'z ko'zi bilan ko'rib baholash uchun biz intayin kuchlik bir asosiy qonunni tuzib chiqmamiz lozim. Bizning bu tuzib chiqayotgan asosiy qonunimiz nima uchun xalqaro intayin muhim? Chunki bu bizning qanday bir davlat qurganligimizni ve devletimizning fuqarolariga qanday cheksiz huquqlarni berganligimizni, davlat fuqarolarini qanday qo'g'daydiganligimiz, tashqi dunyo bilan qanday diplomatik munosabat ilib borganligimiz, dünya tinchligiga his qo'shadigan yoki qo'sholmaydiganligimizdan iborat bizning bundaq bir kimligimizni belgilaydigan intayin muhim bir nuqta. Uning uchun biz bu asosiy qonunlarni tuzib, har qaysilarini ko'rib chiqishga yo'llayapmiz. Biz hergiz bu qarag'oyda asosiy qonunni tuzib, uni majbur xalqimizga bekitib qo'ymaymiz. Xalqimizning ko'rib chiqishi hozirgidek anglishi ve yaqinda qurilgan markaziy hukumat ve uningga topshirib berilgichi bo'lgan orliqda biz buning tayyorlik xizmatlarini ishlaymiz. Shunda qilganchigimizda biz tashqi dunyoda intayin kuchlik ve qonunliq bir markaziy hukumatni qo'lga keltira olamiz. Shu qurdimizda o'tib ketgandek, bu markaziy hukumatni qurish biz uchun uncha murakkab emas. Biz shu qurdimizda o'tib ketdik. Biz bundan necha ming yil ilgari davlat xonliqlarni qurgan bir millat, bugungi kunda qanday bir 21-asrda mana shunday qo'limizda hammamizning o'z tarafini ko'risha oladigan yan telefonlarimiz, kompüterlerimiz, türlü internet vasıtalarımız, medyalarımız var bugün günlükte biz bunu tekimi asan bir şekilde kitalayımız. Endi muhimi muşlik kılış. Bana muştak bir ittifaklık, birlik, hemkarlıkını qo'lga keltirish uchun bir seferber kıladigan bir kuch ve vicdanıdan qaynab chiqib bu davaga ega chiqadigan butkul Uyg'ur milletiga ehtiyojimiz var. Xalqim, senin endi bu davanın egisimen, bu davanı men kontrol qilaman. Bu milletin takdirini men belirleymen, men saylayman, men bekitimen bu hükümetin reislerini dep o'ttirga chiqadigan vaqtlar keldi. Hozir xalqimizdagi intayin bir cho'ng xatolik, hammasi uyda o'tirib olib, tashkilotlar hozirgi mavjud barliq guruh organlar ustidan shikoyatlar qiladi. Ularni tanqidlaydi. Ama o'zlari bir millat sifatida chiqib bu ishni qo'liga olmayotdi. Bizning da'vat qilimiz bu. Xalq çokum bu davanı qo'liga olmaga lazım. Men saylayman seni, men bekitiman seni, men ettaş etiman seni deyilish kerak.
Şunda kılgançığımızda bir millet süptide biz bu hükümetini umumiyüzlük ortak kurup çıksak, o halde biz bu hükümetin arkasında bir millet süptide çıngtırıp, onu iktisadi cihetten, yani maddi cihetten, manevi cihetten, adam gücü, muşu merkezi hükümet keraklik bo'lgan barliq omillarni bir millat sifatida biz o'zimiz hal qilib ketalaymiz da biz qandaqdir bir iqtisodiy jihatdan boshqa bir guruh tashkilotlarga bog'lanib qilib ularning degan gaplari bo'yicha asosiy qonunlarimizni zimin haqtilab mustaqillikdan iborat bu inqilob kurashlarimiz va bu g'oyalarimizdan tanmaymiz va toymaymiz. Shunday qilganligimizda biz mustaqil bu tashqi dunyodagi kurash inqilob da'volarimizni haqiqiy 35 million millatimizning g'oyasiga arzusuga asasen elip paralayımız. Şu münasebetlerle hemmimizlerine Allah'ın güzel selamları olsun. Allah bundaki kişilerimizde yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet.